Rossiyalik ikki josus sovg'a ichiga maxsus mikrofon o'rnatib, amerikalik hokimga beradi. Hokim sovg'ani mamnun bo'lib qabul qiladi va uni ofisiga olib qo'yadi. Eng qizig'i, bu mikrofon batareyasiz ishlardi va u atrofdagi har bir ovoz to'lqinini tutardi va josuslarga bevosita uzatib berardi. Va maxsus uskunalar yordamida josuslar o'sha ovoz to'lqinlarini o'ziga qabul qilib bevosita eshitardi va oradan ko'p o'tmay josuslar amerikalik ikki hokim suhbatini eshita boshladi. Ular nima haqida suhbat qilishayotgandi bilasiz? Hokimlar nima haqida gaplashib turgandi? Hokimlar Rishton va Bog'dod tumanida joylashgan Vipus to'rtta do'koni haqida gaplashib turgandi. Vipus do'stlar sizlarga nima beradi? Vipus siz xohlagan raqamlarni topib beradi. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lash xizmatini yoqib beradi. Undan tashqari Instagram, Telegram, YouTube'da obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga chiroyli raqam ikkitasini tekinga beradi. Siz Vipusdan nomer olmoqchimisiz? Unda quyidagi raqamlarga murojaat qiling, obuna bo'ling, chiroyli raqam egasi bo'ling. Rahmat.